Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Yaxshilikka bo'lsa qo'shamiz albatta. Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Mana buni Sharshara Garden restoranimiz nomidan. Biz Jonboy bilimdonlari o'quv markazi nomidan ehson qilamiz. Mana shu pulni olasizmi yo qo'shasizmi? Yaxshilikka bo'lsa qo'shamiz albatta. Yaxshilik uchun. Yaxshilik uchun-a? Albatta. Shaxsan lekin egasiga topshirasiz. Bo'ldi, egasiga mana shu muhtoj insonlarga topshiramiz. O'zim bilan boraman. Bo'ldi, kelishdik. Ishonch komil qilishimiz kerak. Albatta. Rahmat. Aytasiz bosim bor. Bo'ldi, birga boramiz. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Ehsonni mukofoti ehson degan-ku. Albatta. Mana shuni qo'shing. Qo'shamiz. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Ehsongami? Ehsonga. Agar katta ehsonga bo'ladigan bo'lsa, qo'shamiz. Oz bo'lsa-da, lekin chin yurakdan beryapmiz. هذا سلام فلما السلام Alisher akam bilan Samarqand Registonda kelishdik. Mana shu yig'ilgan pullarni haqiqiy muhtoj insonga beramiz deb bugun Xudo xolasa mana shu muhtoj insonning yoniga keldik. Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Sog'liq yaxshimi? Xudoga shukr. Yaxshi o'tirsin bu, charchamasdan, zerikmasdan. Bir shukurga yetkazganlarga Xudoga shukr deymiz. Sizga yaxshi insonlar sovg'a berib yuborgan. Meni o'sha yaxshi insonlarni bitta duo qilib qo'yasiz. Sharq qilgan shukrlar bo'lsin. Güzel o'tgan aziz Allohlar o'zi qo'llab qo'ltiqlar bo'lsin. Martabalaring bundan ulug'roq bo'lsin. Allohu akbar. Yurakdan chiqqan so'zlar yurakka yetib boradi. Keyingi saxovatli inson siz bo'lishingiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmang.